Kebap yegach, soğuk, muzdek içimliklerini, gazlıq içimliklerini göp içitgan qarindoshlar so'zlashlar bugun. Endi buni ma'lum ichib soatma saqlanib to'g'ri bo'lmayotgan, lekin ma'lumning diginni qil, qig'inni qilma degan bir gap bor. Shunga men qig'inni qilmay, avval diginimni bir o'yinib taqam. Yana buni menda oddiylam zag'irtlimizda so'zlasak, halaqa sumay deb qo'yamiz, tamoq etgan mayni. So'g'at yaqib qo'ysangiz qanday o'tu. Bu qattiq uyuydi. Hayt oddiy. Siz aşı göç kebap yegan vaqtingizda buni yeb bulab tüpüstün soğuk içimlik içdiniz. Göç kebabının tarkibidagi may beden kishi bilan kollaklashdi. Parchalar bo'lmayotgan holatda. Normal holatda rangli ichimlik ichmay yegan maylaringiz suzuk ham yerga tekshi targan bo'lsa, rangli ichimlik bilan birga yegan kebablaringizdagi tarkibidagi may kollaklashdi, parchalangan bo'lmaydi. Qon o'tib bevosita jigarga borib, jigarga o'tirib, jigarni may qoplashga kelib chiqardi. Shunga mush qarindoshlar taklif. İşmen emas, normalda bo'lsin. Köp doğa on ko'ylab to'nliqni emas, ne kichiklikni issak butun, yoki buni ichib ozroq singdirib bo'lgandan keyin bir haykalni qilib bulab, uningnikini issak butun. Amal bor bo'lsa ichmaylar. Yana ba'zi qarindoshlar ekan, jigarda may va qonda may va desa, to'xtamay sovuqliqdan. Yana mushu may degan qondan asli iriydi. Öyle anımız, ayağımız tamak etsa bu mayni qanday qildi? Soğutup o'tamdi, qizitibmi? Men o'ylab baqishdi ishlik. May degan qiziqlikda iriydi, suydi. Siz bu to'xtamay so'g'liq qilsangiz bu jigardagi may bilan qondagi may kollaklashyapti, texma irig'i unmay, texma chaplashib sizga budushqoqdek turyapti. Qanday qilamiz? Issiqlik qilib, qizil choy ichib, normal temperaturada suv ichib, ko'p suv ichib bu mayni eritib chiqaramiz. Mushu qarindoshlar o'zimning nomimni ishlab chiqargan mushu kasina ichimlikni bersam, ba'zi qarindoshlar taratlarga qop qor keldi, shunda maylash keldi, kichik taratlarga sup sirab keldi. Doktor qanday ish deydi. To'g'ri, badandagi mayni eritgandan keyin may degan sariq narsa. Kichik taratdan sariq holat chiqdi, cho'ng taratdan shu mayda erib qora holat chiqdi. Mushunga o'xshash gap. Shunga so'g'liq qilmaymiz, badanda may bor ekan, jigarda may bor ekan, qonda may bor ekan desa, buni issiqlik qilib turib, harakatni ko'p tayyorlab turib, eritib turib, undan chiqaramiz. Shunga mush urug'lar tanlama, harakat qilib turib, chiniqib turib, urug'lar qarindoshlar fandan bo'lib ketmaydi, keyin yenib ketmaydi. Uni iste'mol qilib, buni iste'mol qilib, tomoqni qisib olib, deganda bunda go'sht kebab yig'ilmay, urug'laganlar keyin yenyapti. Shunga go'sht kebab yegan vaqtlaringizda, mayli tomoq yegan vaqtlaringizda, jigardagi mayni, qondagi mayni sirsam bo'ldi degan vaqtlaringizda qat'iy so'g'liq qilishga bo'lmaydi. Buningga yaxshi mahsulotni iste'mol qilish bilan birga harakat qilamiz, chiniqimiz, sayko'tani ko'paytiramiz, suvni ko'proq ichamiz. Shu jigardagi mayni sirsam bo'ldi, qondagi mayni sirsam bo'ldi, issiqni qaytursam bo'ldi. Uzoq köpütü ısırmış bağlıqın uyqum yaxşı emas. Yani holatlarda günümü kapaletki boşangi bir mahsulot iste'mol qilsam bo'lib ketgan qarindoshlar 180 99 75 00 94 degan undan qo'shib olsangiz bo'ladi.